Ko'rdingizmi Nargiza, bizning yoshlarimiz naqadar faol va tashabbuskor. Qayerga borishdan qat'iy nazar barcha bilan birdek til topishib keta oladi. Albatta, bag'ri keng, do'stona xalqimizda hattoki chet eldan tashrif buyurgan sayyohlarimiz ham buni alohida e'tirof etishyapti. Hozir biz turgan hudud ham ana shunday millatlarni birlashtiradigan maskan hisoblanadi. To'g'ri aytdingiz, mamlakatimizda 130 dan ortiq millat va elat vakillari do'stona muhitda yashaydi va bizning milliy an'ana va qadriyatlarimizni hurmat qilgan holda yashaydi. Va yana shuni aytishimiz kerakki, respublikamiz bo'ylab ularning 150 ga yaqin milliy madaniy markazlari faoliyat yuritadi. Turli millat vakillari uchun yurtimiz O'zbekiston umumiy vatan hisoblanadi. Hozirgi lavhamiz qahramonlari ham ana shunday yurtdoshlarimizdan. Turli millatga mansub bo'lishlariga qaramay, ularni birlashtirib turadigan eng muhim tuyg'u bu vatanga muhabbat. Demak, lavhani birgalikda tomosha qilamiz. yil 10 fevral bu sanada ko'p millatli xalqimizning ayni ko'nglidagi ish sodir bo'ldi. Tegishli qonunga asosan davlat rahbari tashabbusi bilan 30-iyul Xalqlar do'stligi kuni sifatida O'zbekistonda har yili nishonlanadigan bayramga aylandi. O'zbek xalqining mehmondo'stligi tarixdan ma'lum va bu hozirda ham hayotimizda namoyon. Tili, dini, millati qanday bo'lishidan qat'iy nazar o'zbek zaminiga kelgan inson borki, azaldan qadrlangan va bu qadriyat hali ham davom etmoqda. 130 dan ortiq millat va elat vakillari birgalikda yagona vatan tuyg'usi bilan tinch totuv O'zbekistonda yashab kelmoqda va yangi O'zbekiston ravnaqiga birgalikda hissa qo'shmoqda. Bu yurtda asrlar davomida turli millat va elat vakillari bir dasturxon atrofida o'tirib, bir mahallada yashagan. Quvonchi tashvishini birga baham ko'rgan, birgalikda harakat qilgan. Bugun ham ana shu ezgu an'analar davlat siyosati bilan yanada mustahkamlanyapti. Poytaxtdagi Do'stlik bog'i hududida turli millatlarning tarixi, madaniyati, an'analarini namoyish etuvchi milliy uslubdagi 22 ta pavilyonning barpo etilishi fikrimizga yorqin misol. Bu maskanlar xalqimizning rang-barang madaniy merosini ko'rsatadi. Yosh avlodni o'zaro hurmat va do'stlik ruhida tarbiyalashga xizmat qiladi. Shuningdek, O'zbekistonning ochiq va mustahkam jamiyat barpo etish yo'lidagi izchil siyosatini yaqqol aks ettiradi. İki qardaş xalq O'zbekiston va Ozarbayjon xalqlari o'rtasida O'zbek va Ozarbayjon xalqlari o'rtasidagi do'stlik uzoq tarixga ega. Bugungi kunda O'zbekistonda 10 mingdan ortiq Ozarbayjon millatiga mansub fuqarolar yashaydi va ular yangi O'zbekiston taraqqiyotining turli yo'nalishlarida faol ishtirok etmoqda. Ilm, fan, iqtisodiyot, investitsiya va boshqa ko'plab sohalarda o'z hissalarini qo'shib kelishmoqda. O'zbekistondagi Ozarbayjon diasporasi va Respublika Ozarbayjon milliy madaniyat markazi tarkibida birlashgan. Uning Samarqand, Sirdaryo, Buxoro, Navoiy, Toshkent viloyati va Toshkent shahrida filiallari faoliyat yuritadi. Markazimizning asosiy maqsadi O'zbekiston va Ozarbayjon o'rtasidagi do'stona munosabatlarni yanada mustahkamlash, ikki mamlakat o'rtasida o'ziga xos ko'prik vazifasini bajarish va millatlararo hamjihatlikni rivojlantirishdan iborat. O'zbekiston shunday davlatki, bu yerda har bir millatga o'z urf-odatlari, milliy musiqasi, adabiyoti va ona tilini asrab avaylash uchun keng imkoniyatlar yaratilgan. Menimcha, bu dunyoda kam uchraydigan tajribadir. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning Ozarbayjonga tashrifi butun dunyodagi 50 millionlik Ozarbayjon xalqi xotirasida unutilmas voqea bo'lib qoldi. Davlat rahbarining tashabbusi bilan Fuzuli shahrida Mirzo Ulug'bek nomidagi zamonaviy maktabning bunyod etilishi va foydalanishga topshirilishi kelajak avlodlar uchun muhim tarixiy voqea bo'ldi. Bu butun dunyodagi Ozarbayjon xalqini quvontirdi. Yana bir tarixiy jihatni ta'kidlashni istardim. Amir Temur davridan keyin Qorabog'ga tashrif buyurgan va u yerda nutq so'zlagan turkiy xalqlar birdamligi g'oyasini ilgari surgan ilk davlat rahbari prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev bo'ldi. Shundan so'ng Markaziy Osiyoning boshqa davlat rahbarlari ham Qorabog'ga tashrif buyurib, uning tiklanish jarayonini qo'llab-quvvatlay boshladilar. Ko'rib turganingizdek, ushbu pavilyonlar prezidentimiz tashabbusi bilan Respublika milliy madaniyat markazlariga sovg'a qilingan. Har bir milliy madaniyat markazi bu pavilyonlarda o'z xalqining urf-odatlari, milliy musiqasi, liboslari va tarixiy madaniy merosini namoyish etib, tashrif buyurayotgan mehmonlar va sayyohlarni o'z millatining boy madaniyati bilan tanishtirmoqda. Qo'noqlara va turistlarga çatdırırlar. Bugun jamiyatning deyarli har bir jabhasida millatlararo totuvlik va hamjihatlik o'z aksini topayotganini kuzatish mumkin. Hozirda birgina davlat fuqarolik xizmatida 5 mingga yaqin 35 ta
millat vakillari mehnat qiladi. Ayniqsa mamlakatning siyosiy institutlari hisoblangan Oliy Majlis Qonunchilik palatasida 12,7%, mahalliy kengashlarda esa 11,2% deputatlarimiz turli millat va elat vakillaridan iborat. Bosh qomusimizning 4-moddasida yo'q, O'zbekiston Respublikasida istiqomat qilayotgan turli millat elat vakillarining urf-odatlari, qadriyatlari, an'analarini rivojlantirish uchun davlat sharoit yaratishi hamda aynan shu qomusimizda millatidan qat'iy nazar O'zbekiston Respublikasining yagona fuqarolari tashkil etilishi va bunda millatidan, tilidan, dinidan, irqidan qat'iy nazar qonun oldida barcha barobar ekanligi, hammaning huquq va erkinliklari birdek himoya qilinishi aks etilganligi ham mamlakatimizda bugun millatlararo totuvlik masalasi eng muhim ustuvor yo'nalishlardan biri ekanligini ifoda etadi. Turli millat elat vakillarining urf-odatlarini, qadriyatlarini saqlash, ularni kelgusi avlodga yetkazish maqsadida bugun yurtimizda 157 ta milliy madaniy markazlar faoliyat yuritmoqda hamda 48 ta do'stlik jamiyatlari shu bilan birgalikda xorijda 100 dan ortiq vatandoshlarimiz tomonidan asos olingan faoliyat yuritayotgan jamoat tashkilotlari millatlararo totuvlik va hamjihatlikni ta'minlash borasida hamkorlikda ishlar olib borilmoqda. Mavzuga to'xtalar ekanmiz, davlatimiz rahbarining O'zbekiston ulkan imkoniyat va resurslarga ega bo'lgan mamlakat, lekin bizning eng katta boyligimiz turli millat va konfessiyalar vakillari o'rtasidagi tinchlik va barqarorlik, o'zaro hurmat va hamjihatlikdir degan fikri yodimizga kelishi tabiiy. Chunki ushbu so'zlar mamlakatimizda istiqomat qilayotgan turli millat vakillariga Prezident Shavkat Mirziyoyev boshchiligidagi o'zbek xalqining bag'rikenglik fazilatini doimiy namoyon qiladi. O'zbekistonimizda necha minglik tarix bo'lsa, shuncha tarix tojiklar ham o'sha yerda yashab kelyapti. Mana aytaylik, o'zimni oladigan bo'lsam, ota-bobolarim, bobokonlarim barchasi hammalari shu yerda. Yerlarni o'zlashtirish vaqtida Sirdaryoga kelib qolishgan. Endi otalarimiz o'tib ketishdi, lekin biz o'shalarning davomchilari o'sha Sirdaryoda istiqomat qilyapmiz. Muhtaram prezidentimizning olib borayotgan siyosatlari, barcha millatlarga qilayotgan g'amxo'rliklari va bularni hammasini nimasida qandaydir bir asos borligini, yordam borligini, sharoit borligini inobatga olsak, ana shu Ziyokor mahallasi hozir Ziyokor shaharchasiga aylandi. Faoliyatlarini birinchi kunlardan muhtaram prezidentimiz aytganlarki, biz qo'shni mamlakatlar bilan raqobatda emas, balki hamkorlikda, birgalikda ishlashimiz kerak, birgalikda rivojlanishimiz kerak deb aytgan so'zlar va undan keyingi birinchi qadam bu Tojikiston bilan O'zbekiston o'rtasidagi 9 ta punkt ochilishi bo'ldi. Tojik Milliy madaniy markazida so'z ifora degan 30 jildlik bizning loyihamiz bor. Mana hozir 11-sini biz chiqardik. Mana yaqinda o'sha xalqlar do'stligi kuni arafasida Tojikiston xalq shoirasi Farzona kitobini biz chiqarganmiz. Shuni tantanali ravishda biz taqdimotini qilamiz degan umiddaman. Mana endi undan tashqari har bitta bayram bo'ladimi, har bitta tadbir bo'ladimi, biz albatta prezidentimizning qandaydir bir nazarida biz, qandaydir qo'llab-quvvatlashda biz. Mana hozir mana bu yerda o'tiribmiz, har bir milliy madaniy markazlarga mana shunaqa pavilyonlar qilib berganlar. Mana bayram kunlari agar keladigan bo'lsangiz, bu yerda haqiqatan ham o'sha xalqlar do'stligi, O'zbekiston umumiy uyimizni o'zingiz ko'zingiz bilan ko'rasiz. O'zbekiston qadimdan buyuk Ipak yo'li chorrahasi bo'lib kelgan, shu bois turli sivilizatsiya va madaniyatlar o'zaro munosabatga kirishgan nuqtaga aylangan. Ana shu ko'p asrlik hamdo'stlik rishtalarini saqlab qolish shubhasiz mamlakatda yashab turgan turli millat vakillariga ko'rsatilayotgan munosabatda ifodalanadi. Jamiyatimizda esa bu jarayon mustahkam zanjirga tizilgan. Ya'ni o'zbekni tojikdan, tojikni qozoqdan, qozoqni esa qirg'izdan ayro yashashini tasavvur qilish mushkul. Bu ro'yxatning boshlanishi. Buni 130 gacha sanash mumkin. Lekin fikrimni bir jumla bilan yakunlamoqchiman. O'zbekistonda begona xalqning o'zi yo'q.